Bu resimdeki kız sana bek okşaydı. Bırak onun salahiyeti sana okşamaydı. Bu qitim harekette sen muş kızının salahiyetida o'ttirg'i chiqsan. Beshig'ini ko'tirib, rasmni obdanroq ko'rib ol. Yo'q. Men bunday qilolmayman. Bu hikoya Ozodlik harpisida Jungu Xalq Ozodlik armiyasi bilan 3 viloyat inqilobi armiyasi g'alabalik uchrashgan yillarda yuz bergan. Doklad! O geldi. Kıran. Şu viloyat inqilobi armiyasi razvedka atritining komandiri Sodiq buyruqqa binoan o'zimni ma'lum qilaman. Sizni saqlab turgan to'q. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, mayor. Biz egiilgan axborotga asoslanganda uzun yil Şinjanga bekinib olgan, Şinjan xalqiga qon qarziga bo'g'ilgan chet ellik xoin savdogar Yusuf Gomindan xoinlariga setilib, bir turkum qimmatli asari atiqalar va tarixiy materiallarni ularning karvon to'pi orqali chet elga olib chiqib ketmoqchi bo'lgan. Biz bir qism gumonliq deb qargan karvon to'plarini tekshirgan bo'lsakmi, lekin hech qanday natijasi bo'lmadi. Qiyos qilishimizcha, bu karvon to'pi qadimiy karvon yo'lini bo'ylab menga Tura atrofiga borgan bo'lishi mumkin. Siz bir amal qilib, u karvon to'pini tepib, ahvol egallab beqing. Men sizga bir yordamchi to'nishtiraman. Bu Saya O'tirliniya jangchisi Batur. O dağınıq teyip Qadirning nevrisi. Bugündən başlab, o sizning ininiz bo'ladi. Yo'lda Sodiq. Bag'iriq karvon to'pi bilan Yangimuch karvon to'pi o'tadigan joyda sizni saqlashga odam avatdik. Vaqti kelganda ular siz bilan aloqa qilishdi. Aloqalish maxfiy belgisi mo'xirki bormi? Buningga beriladigan javob bor. Lekin pul olmayman. Qarchoyga tegishiman. Tushundim. O balkim odatdagi bir karvon to'pi bo'lishi mumkin. O balkim bir sirliq karvondu.
سلام Ötenki keldik. Bugün müşahit tüneymiz. Aka, yeni bir karavan geldi. May. Aka, ula kız götürüp menipti. Toyuğan kız, pek setke. Karan. Ture, bugün muşu ötengde tüneymiz. Ölgür şumtek. Bir narsa oğurlamakçı mısın? Hocam, sizden ötünüp kalay. Kosuğum bek içip gitti. Kosuğum içip, üç ellerim çaplaşıp kalay dedi. Azırak bir narsa yapıp yedigen. Rahmet hocam. Yok al. Allah sizni öz panayda saklagay. İşlerinizni oңqıсын. Sen. Çözümleştirmenki bir kıytım boğan bilen Yusuf'un oğlanın kesilini kögül bağında bizden aldığımızga çıkan muşu gaça ayaz. Yoki onun acısı bolish mumkin. Bek oxşam diken. Şundaq, bo'libmi onun qash ko'zlari bek o'xshaydi ekan. Xata donup qamgansa. Ish qilib bek o'xshaydi ekan. Aka, Eli kız götürüp mangan karvan yoqturdu. Hı? Öten xo'jayinning aytishicha, ular oziq-tuliklarni ilib bu yerdan ketib qapti. ular bu yerda qo'nmabdi-da. Qiz ko'chirib mangan turg'uliq nima uchun aldirab ketib qolgandi? Ularni cho'chitib qo'ydikmi? Undaqda biz qandoq qilamiz? Biz darhol chig'ir yo'l bilan Qarchug' tumchug'iga boraylik. O karvon to'plari janubga berishda o'tadigan birdan bir yo'l. Acaba kelmaydi o. Bu janubga berishda o'tadigan birdan bir yo'l. Acaba o karvon uchib o'tganmidi?
Qaraganda karvonlar qaroqchilarga uchrab qolgan o'xshaydi. Tez mangayli. To'xtanglar! Abdullah, Güli, xenimni bir yak möktürüp koyunlar. Tez bulunlar. Çapsan. Tez bulun. Bulunlar. Tutan elim. Ok çıkamanglar. Ok çıkamanglar. Çöke. Gelin. Mangayli. Oy. Gelin. Oturun. Müdür bey müşahede cım oturun ha. Toxta! Yavaş bulun. Yaklaşma. Sen iyi kımakçı. Nem kımakçısılar. Ha? Nem kımakçısılar. Yavaş bul. Sizler nem kımakçı. Kichik chig'imda akam menga bir qo'rqinchli alvasti shaharni borligini aytib bergan edi. Ah, xudo. Men qandoq bo'lib bu yerga kelib qolgandiman? Gözüm. Sen iyi mi kımakçı? Ha? Hey, çapsan benim xenimni qo'g'dong. Geri. Abla! Çatak oldu. Azat harbiye geldi. Tez bulunlar tez. Anam, bularning nədimi qimmatli madaniy yodgorlik tarix materiallari bo'lsin. Hammasi eski tuski narsalar ekan. Chiqinayli. Bizmanglar. Tez bul. Çıkar. Onu at. Tez bul. Tez bul. Bakırma. Çıkar. Yavaş bul. Hoca. Hadi. Aynur xenemni qaroqchilar ip qochdi. Endi qanday qilaman? Endi qandoqmi qilaman? Xenim qani. Alğa! Alğa! Do'stlar, nima ish bo'ldi? Nim bo'ldingiz? Begim, yorlandingizmi? Batur yigit, bizni xenimni qaroqchilar bulab ip qochdi. Yana dutdami botidan, dutda. Aynur xenemni men izlay. Bundan qipi yaramaslar. Nim bo'ldingiz? Av tarafga boraylik. Ah, xudo. Xenimni ulab bulab ketdi. Qaytib borgandan keyin men nima deb javob qilaman? Hey! Yit o'lim. Batur, Sura, kelinchakni qutqizaylik. Xotirjam bo'ling, qaytib kelib yorsini tegib qo'ymang. Ma'qul, yit o'lim. Çık!
Çaptan baraylı. Qizchaq, qo'rqmang. Biz sizni saqlab turamiz. Aka, bu Gomindan'ın casuski. Bu onun guanamisi. Mening doktorim yoqtirdi. Mening doktorim. Ben ondan ayrılıp kalsam Ha? olmaydı. To'xtang. Mening doktorim. Men bu baray. To'xtang! Xatarlik! Jiningizdan to'ydingizmi? Men baray. Chiq! Xenem, mening etimga mening. O cho'qim gapingizni anglaydi. Rahmat. Xenem, sizning karavaningiz Alvastis shahrida. Ularmi xatardan qutuldi. Men sizni hozirli boshlab boray. Meni qutqizib olganingizga rahmat. Xo'nim, ismingiz nima? Aynur. Go'zal Aynuri. Qutqizib olganim oq ko'ngil qiz bo'lsa ekan ilohim. Aka, men sizlarni oldinglarda menib yo'l boshlab beray. Xenem, yigitingizning yurti qayya? Qashqa. Amsa sizning yurtingiz qayya? Jigit, ortiqcha savollarni so'rab qoldingizmi, qandaq?
Men degan yatliq bo'g'ili ketayotgan qiz. Kechiring xenim. Aka, bu yoqqa keling. Siz otga mingach turing. Men berib qarab baqay. Aynur, tez bo'lin. Bizning xenim qaytib kelibdi. Aynur xenim, qaytib keldingizmi? Aldırmay tushing. Abdulla, meni o'qitqizib oldi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Keling. Hey, Gulxon! Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani, bu yoqqa. Yarısığı doğru sürkeli. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi bizning G'ojidor aman qoladigan bo'ldi. Shunda. Yigitlar, qayerdan keldinglar? Nega borsizlar? Turpandan keldik. Qashqarga boramiz. Qashqarga savdo ishi bilan boramsizlar yoki tuqqan yo'qlabmi? Hurmatli xo'jador, bo'ldi so'rma. Biz janubdagi Qodir Tiyubning navrlari bo'lamiz. Mening ismim Sodiq. Bu mening inim. İsmi Batur. Biz dadimizning havolasi bilan Qashqardagi yashinib qolgan hammamizni ko'ngilga ketib boramiz. Rahmat sizlarga. Sizlar yo'linglarga mengayveringlar. Ot degan to'gidan tez mangidi. Bo'ladi demsa, xayr xo'sh. Ba'zi chaqlarda otning to'gidan tez mengishimi natay. Biz yana ko'rishib qolamiz. Hey, nima chiqib ketisizlar? Xayr xo'sh, xenim, xo'sh. Oy. Ularni nima chiqib ketkizib o'tsizlar? Xo'jadarning yarisi ig'ir. Karvon ichida faqat ularla qadimiy karvon yo'lini biladigan tursa, biz yana qaroqchilarga uchrab qolsak, kim yordam qiladi? Bu yerdagilarning bir qismi qiyri, bir qismi yaralangan tursa. Eliq kichik bola rostili dongliq deb Qodirning kichik navrisi. Men uni ko'rgan. Putumning og'riqi yana qo'zg'aldi. Nima qarab tursizlar? Chapsan berib ularni qaytirib kelinglar. Xenim, karvon to'pimizning qoidasi bo'yicha yerim yo'lda odam qo'shib verishimizga bo'lmaydi. Hozirgi ahvolda shunday qilmasak bo'lmaydi. Siz yaralandingiz emasmi? Hey. Men tek o'lib qolmadim. Xo'p, o'man G'ojidor, xo'p, o'man. Aynur xenimning so'zini anglashmo karvon to'pimizning qoidasi. Abdullah, tez berib ularni qaytirib kel. Xo'p, xenim.
Voy, ajab to'xtab qoldi-ku. Ondan qepi, ravaqның tarısını nemişqi üzütse. Qaraganda aldımızdaki seferde yana bir xatarga yo'liqadigan o'xshaymiz. Ağzını üşütme. Ajab, içim sıkıldı. Ha, jigit, naqshongni aytmamsa. Bo'lmasmikin, tag'a? Ravopimning tarisi uzilib ketdi. Soz bo'lmasa, naqshini qanday aytqili bo'ladi? Aka, xeynimning qo'lida bir tutta bog'u. Shundoq, duttaba. Hürmetli xenim, tutturunuzu berip tura olasizmi? Oyoq. Ha, qaraganda bu qo'pol qo'llarim bilan tutturunuzni chasam bo'lmaydi ekan. Yo'q. Meni qutqizib olganingizga sizdan ko'p minnatdorman. Biroq bu tuttani siz chalamaysiz. Kechiring xenim, tutturunuzni so'rmasam bo'pti ekan. Adabsizlik qildim. Batur, yo'limizga mangayli. Yo'q. Sizlar ketsanglar bo'lmaydi. Xo'jador kunda dori almashtirish kerak. Sizlar teyibkansizlar, ko'proq savobli chiqarganinglar yaxshi. Men sizga bir naqsh aytib bersam, anglashni xohlamsiz? Ha? Bulbul sayrayman degan yerda qog'ijim turishi kerak. Qani marhamat. Senin bu karvan topudan çıkıp ketkin bana uçmamdı. Yen kelgen bu işkisiga qara, şundaq yaxshi ishlayotidu. Xo'jador, sening bu mallarda qilchilik haqqing yo'q. Nima kuchab ketsa? Agar karvan ko'zlagan manzilga omon eson yetib boramaydigan bo'lsa, hammamiz tugishimiz. Men sendan qo'rqib qolmayman. Ey, yengkagan soltak. Shuncha kuchab ishlab ketyapsan, xenim sana nim mukofot berdi, ha? Chiray turqingo xeli yomon emaskan, ha? Ey, naqsh yigit, bu karvonga qo'shilguningga necha kun bo'la bo'lmayla bizni ko'z ilmayyotamsan, ha? Men sening advangni bir berib qo'yay, ha? Rahmon! O meni bo'sa qildi. Men jinimni tikib qo'ydim. Rahmon, bo'ldi qil. Bo'ldi qil meni bo'sa qildi. Rahmon, men jinimni qolaymi qil jo'limi? Bo'ldi. Rahmon, bo'ldi qil. O masbob qopdi. Ozroq musallatishganga. Shuncha masbob ketgan bu. Onu dadi ko'p. Yurtdan ayrılgan kishilarning hammasi mana shunaq nozik bo'ladi. Karvan qoidimizda bir-birining kechirmishlarini so'rashqa bo'lmaydi. Chedirin tikib bo'lgan bo'lsanglar, xenim kirib aramasin. Qag'ala bugun kechani gulxon yiqib o'tkazamiz. Juringlar. Aka, qaytib keldingmi? Sodiq. Juring, tegilar qarab boqaylik. Batur, sen uxlab egin. Kela balam, kela. Kechida bu yabak sovuq bo'ladi. Menga yaqin yetib uxlagan, ha? Kela. Bova, bu ishingizda uyingizda orom elishingiz kerakdi. Nemishqa bu yerda joppa tatib yurisiz? Men bu kelin qizni opir etibla uyimga qaytman. Uyingiz qayerda? Uyim Qumulda. Anglasam bizning yurtqa ozodlik armiya kelibdi.
Ular məxsus kambag'allar uchun baxt ip keladigan. Mening hozirla yurtimga qaytqim kelyapti o'g'lim. Men bu ozodlik armiyani kambag'allar uchun ko'p yaxshi qilib turibdi deb anglagandim. Bu rostmi? Shundoq, men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Men sizga ishonaman buva. Jigit, bu çadırını qanday qurashtirgandingiz? Qo'lim tiga tegmayla, malang tushib ketdi. Darhol o'ngishib o'ting, bo'lmasa o'ranjib qoladi. Bugun etdiganki ishni ko'nglingizga olmang. Undaq demang. Siz bo'lsangiz, hurmatli xonim, biz sizdan haq qilib ishlaydigan ishlamchilar tursak, o ishlarni men allaqachon ko'nglimni chiqarib Siz meni qutqizib qoldingiz. Men buni unutmayman. Mengu unutmayman. Yo'q, hargiz undaq demang. Men hatto sizning dutturingizni chelishqimi salohiyatini to'shmaydigan odam tursam, o ishlarni unutib ketganingiz tuzuk. O bu duttani apınız sizga bergan qizmeli. Erlar tusi bo'lmaydi deydi. Bu haqiqatan qaltis tabarak ekan. Xonim, bo'ldi, uxla. Sen özüngçe xenimni qutuldirib oldim. Sening yarangni davolab qo'ydim deb xenimga boshqacha niyatda bo'g'uchi bo'lma. Bo'lmasa men jiningni olaman. Ko'nilada, xil-xilida yaxshi pichoq qinida deydigan gap bor. Hasan G'ujidar, sizmi karvon oilasidan kelib chiqqan-ku deyman. Tez berib doğrungizni almashtirib oling. Bo'lmasa yaringiz yiringlab ketadi. Kechlik doğrungizni ichdingizmi? G'ojidar, Sadiqaxon, bak charchab ketdinglar. Bir piyoladan choy ichib aram elinglar. Aka, endi kepsan-ku. Nim bo'ldi? Qusqum og'rib ketdi. Yana suygimi kep ketdi. O'zing bag'in. Voyja. Daraxtning kayniga o'ssanglar bo'lmadimi? Voyja, voya. Nimandaq baqiraysa odam uxlag'ini qo'ymay. Voyja. Voy, qusqum og'rib ketdi. Qachonmi cho'ng bo'lasa? Tura. Qo'yma to'ydim. O'g'illikka aloqalashadigan joyga yetib boramiz. Qanday qilamiz? Tuttarning ichida cho'qim muhim bir narsa bor. Chin xandonligi davridagi Shinjongning xaritasi o'sha tuttarning ichidami? Yerlikqa qochdish mo'rchu. Biz yana davomli ularning iziga tushib, barliq asar atiqlar bilan tarixiy materiallarni qo'lga tushirishimiz kerak. Biroq yerlikqa tutda. Tezroq bo'lsang-chi. Ishchim surib qopti. Kim? Hey, nim bo'ldingiz? Ha? Ha? Baturning deganlarini o'ylashib baqsam bo'g'idek. Hey.
Batur. Hı? Sen onu Yusuf'un öyle köygen çağdaki ahvallarını obdarak eslep baktın. Aka, faqat esimga olamayotman. Uni bir yerda ko'rgandekla qilaman. Qosh ko'zlari pek o'xshaydi. Faqat eslayolmayotman. Yenimde uxlayotgan bu iki kişi zodi nima odamlardi? Bu haqiqatan sirliq bir karvon ekan. Men cho'qim o'zimni to'xtatib olib, obdaroq kuzatsam bo'g'idek. Kunduzi karvon to'pi sukut ichida ketib boradi. Hammanglar mugdab o'ltirishmoqda. Bo'libmi Aynur xonim bilan Gulxon ko'zini faqatla ochmadi. Ey Allah, man kuch quvvat ato qilg'aysan. Yusuf degan olvostini boldiroq deb chiqni isib qilg'aysan. Men cho'qim uni o'ldirdim. Kim? Ömer aka, unda qilma. Yoqamni qo'yib o'ting. Ayda, sen Yusufning odammi? Nima chiqibini paylab yuraysan? Boshroq gap qiling. Kechisi gap qilsam quloqni quloqqa yoq deganni unutib qoldingizmi? Rahman. Atrofni kuzatib boq. Ma'qul. O mening tutqanim. Ömer aka, siz bu bozg'anda qo'llaringiz bilan Yusufdan intiqom olishingiz kerak. Ondaqda sizmi Yusufning dushmani ekansiz-da? Men faqatla jahon kezib yuradigan sargardon. Men sizga o'xshamayman. Men Yusufni tepib undan qisas olmoqchi. Siz uni tanimsiz? O iflos, menga qor chaplab, meni zindonda 18 yil yotqizgan. 20 yil ilgari men uning uyida malay bo'lib ishlaydim. O chaqlarda o bizning yurtdagi puli ham ta'sir kuchi bor chet ellik savdogar edi. Kutilmagan bir ish bilan o meni jinoyat chiqib qo'ydi. 你那小脸蛋儿好像鲜红的苹果，你那细细的腰好像柳枝一样柔弱耶，爱情的火焰在我心中燃烧。你那迷人的眼睛使我琢磨，你那迷人的眼睛使我琢磨，你那美丽的面庞哎，像玫瑰在开放，我愿像一只夜莺哎，落在你的。 我的金银财宝像一座小山，但愿你一定将我迷恋。Begim. İkinci ağıçkınım lale hazırlayan gidek. Tuğut anısı, tuğut bekleyen, şun hocayın. Kep geçsin deydi. Geldi. Tuğde, hoş güzekken. Bir cüp kızken, bir cüp gülken. Boldu jığlama, peşanısı demeni varken. Karana, o nemi degen çıraylık.
Neme degen chiroyli. Bo'ldi. Yig'lamang, ha? Qarang, her ikkisining peshonasida menga vakan emasmi? Bek chiroyli ekan. İki qiz bir-birisiga bak o'xshaydi ekan. O birisini etkazsin, birisi bu yerda qolib qolsin. Bu yerda qolib qolgani martabalik xinim bo'ladi. Ep ketgini uning mali bo'ladi. Mayli martabalik xinim bo'lsin yoki malay bo'lsin, har ikkilisi Peqir Yusufning qullari. Bizga o'xshash bunday kasbni qiladiganlarga har xil har yo'zi odamlar kerak. Biz xalqlarga Umar bilan Lola ikkisi har kuni eg'iz yalishib yuradi degan gapni taqtaylik. Xenim. Umar, bugundan boshlab begim seni bu oiladan yo'qolsin deydi. Begim aytdi, bu bala begimning emas ekan. Bu kimning balasi ekanligi ko'nglingga ayon. Sana deb qo'yay, biz eliqi Umar degan malayni ishdan bo'shatib etdik. Sana shunimi deb qo'yay, ering o'lib ketib, o'g'ling sirtlarda tilamchilik qilib yuribdi. Berib onu tepib al. Sen endi erkinlikka chiqding. To'xta. Umar ishkinglar begimning ishini bekor qilgamsizlar? Begim aytdi, bu ikki boladan faqat birini olib ketsa. Xonacha, opamni ko'rdingizmi? Uning ismi Lolati. Anvar. Opa, o kim o? Bu senin singling Aynur. Uning peshonasida men bo'lgan. Chaqa mengşe. Anlasam ki Lale degan bechora ayol o'lib ketibdi. Anvar sonasini yetilib, tilamchilik qilib yuribdi. Ana shu chog'larda men zindonga tashlangan edim. 18 yillik umrim zindonda o'tdi. Azat bo'ladiganga oz qolganda men erkinlikka chiqdim. Turmadan chiqqandan tortib men Yusuf degan olvosini izlab yurayman. Uni topolmasam, o'lsam ko'zim yumilmaydi. Hozir Yusufni topmak qiyin ekan-da. Shundoq. O cho'qim qochib yurgan bo'lishi mumkin. Hey. Yüz uchun bel tortib olgan bu kelinchak Yusufning qizimidi? Qolib qolgan hali kichik qiz shumikin debsiz? Shundoq. O qiz hozir cho'p-cho'ngli bo'lib ketgandi. Anlasam o shundoq go'zal ekan. Ömer aka. Sizning Yusufdan oladigan o'chingiz borligini bu karvonda birasi bilamdi. Meni karvonning yashangan xo'jadori Abdulla chaqirib kelgan. Hasan xo'jador bo'lsa, menga bekli yaxshi muomala qiladi. Biroq bu karvonda Yusuf yo'q ekan. Men bu karvondan ayrilib, boshqa joyga berib, Yusufni izlab tepib, qisosimni cho'qim olaman. Ömer aka, alma o'z daraxidan yiroq yerga tushmas degan gap bor. Yusufning qizi mushu karvonda tursa, Yusufni topolmay qolishingizdan ansirab o'tamsiz. Hasan xo'jador u. Anlasam Hasan xo'jador degan kishining qo'lidan bek ish keladi ekan. Uni bu karvonga yuqori haq bilan taklif qilgan ekan. Biroq hozir u yaralang'ashqa o'z rolini joriy qildirmayotdi. Anlasam uning Yusufga qattiq o'shmanligi bor ekan. Aka! Tez! Chata qoldi.
bu ablah o'g'irlagan narsasidan rozi bo'lmay yana kelibdi. Anlap duruş. Xo'jayin xonim. Kimdi kim karvanga asilik qiladi ekan, uning oqibati mana mushundoq bo'ladi. Hozir hammanglar menga egishib qasam qilinglar. Nishonga yetib berishdan ilgari karvondan ayrilmaymiz. Sandiqdagi mollarga cheqilmaymiz. Yana yot odamlarga yaqinlashmaymiz. Kechirmishlarimizni o'zaro surishti qilmaymiz. Esonlar chin tutinglar. Xo'jadar bilan Abdullaga tamoq apirib beringlarmi? Xo'nim, sizga doğru keldim. Yilqi gachi bormi? Kira. Yönünüzdeki yilqi gachidan odamning qo'qqisi keladi ekan. U bo'lmagan bo'lsa, kunduz sizni ko'gil kiraqamdi. Sizning chumbil tatmagan chiroyingizni ko'gim batdi. O'ylig'inimda bek chiroyli ekansiz. Bu doğrunu issangiz neyrongizni tinchlantirdi. Rahmat sana. Akang naqshini bek yaxshi aytadi ekan. Akamning bildigan narslar bek ko'p. Ot choptirish, o'g'loq tortish, soz chelish, yana usul o'ynash, uy silish degandek ishlarni. Yurtimizda uni qo'g'lishdan qizlar bek ko'p. U uylanganmi? Yo'q. Akam o qizlarning hech qaysini yoratmadi.
Elang, deb qo'ymang.